Ramazonga hamma tayyorlab ko'rgan xuddi shu shirinlikni men ham tayyorlab ko'rdim. Qanaqa chiqarkin. Birinchi navbatda xurmoni bitta chayib olamiz va danagidan tozalab olamiz. Uyda bor xurmodan foydalanishingiz mumkin. Xuddi shunaqa kalka qog'ozga terib olsangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasa salofanga solib presslab ichiga yong'oqni ham joylab olasiz. Hamma har xil uslubda tayyorladi. Menga shunisi yoqdi, ya'ni oralari ochiq va shokoladga to'yingan holatda bo'ladi. 2-3 ta plitka shokoladni yaxshilab eritib olib, ustidan ko'pgina qilib quyib olamiz. Endi ustiga xohishga qarab hamdon pistani sepib olamiz va mazza qilib yeyish uchun avval muzlatib olamiz. Yarim soatda muzlatgichda tobiga yetib qotib oladi. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring va mazasiga o'zingiz baho bering. Bizga juda ham yoqdi. Mazasi zo'r, ayniqsa qarsillatib sindirdik va mazza qilib qarsillatib yedik. Bolajonlarga ham juda ham yoqdi. To'yimli, quvvatli, ayniqsa Ramazon uchun juda ham foydali. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring.